Mana İtalya'da Piolo degan restoran. Da o'rtalashdi. Ham restoran. Oldimizga meni tashlab ketdi. Shu menini xudo xolasa. Instagram. Ko'rib chiqaylik qani Napoleon. Rio de Janeiro degan ovqatlar bor ekan, ko'raylik qani. Qaysi bir yetkazdi. Xo'sh, nima deysiz? Mana hozir qano keldi. Mana bu nima deydi? Spagetti ekan bu, seafood spagetti, mana bu shrimp, mana bu bunaqalar buni yo'q qilamiz, otib beramiz bu musor bu. Mana bu cheese pizza bu sherigimga keldi. Mana bu noni mana bu sous ekan. Aralashtirib yeyiladigan narsa ekan. Mana xudo xolasa bir yeb olamiz. Sherigim ikkita nonni yeb qo'ydi, ochbaqa bilan kutib tura olmadi. Ikkita nonni yeb qo'ydi, mayli. Lekin mana endi shu pizzani yeyish kerak, majbur, chunki pizzani ko'tarib yurmayman dedim, o'zing yeysan dedim, majburlayman. Lekin bizga mana bu bo'ladi, bemalol buni yeb qo'ya olaman bu narsani, xudo xolasa.